qilmoqchisiz, lekin kursni dasturini qanday yozishga ikkilanyapsiz. Mana shu masalada 3 ta maslahat beraman. Birinchi bo'lib, maqsadingizni aniqlab oling. Umuman bu kursni nima uchun tuzmoqchisiz? Bu kurs orqali kimga qanday yordam berishni maqsad qildingiz? Maqsadingizni aniqlab olish sizga to'g'ri yo'lga tushib olishingizga yordam beradi. Ikkinchisi, umuman bu kursda nimalarni bermoqchisiz? Barchasini yozib chiqing. Bu orqali esa siz bilimingiz va tajribangizni chegarasini aniqlab olasiz. Uchinchisi esa bo'lib chiqish, modullarga ajratish. Agar ma'lumotlaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, ularni qismlarga ajratib chiqishingiz kerak. Onlayn dars yozayotganingizda yana bir narsaga e'tibor qarating. Har bir dars davomiyligi 30 daqiqadan oshmasligi kerak. 30 daqiqadan oshib ketsa, auditoriya charchashni va diqqatni yo'qotishni boshlaydi. Onlayn kurslarda yana ham ko'proq foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamga obuna bo'ling.